Assalomu alaykum, hurmatli Said Akademiya o'quvchilari. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan al-khayshum va ash-shafatan, ya'ni dimoq va ikkilab ishtirokida chiquvchi harflarning mahrajlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Asosiy mahrajlardan bo'lgan ikkilab ikki qismga bo'linadi, ya'ni lablab va tishlab. Ikkilab ishtirokida chiquvchi harflarimiz jami 3 ta bo'lib, ular ba, mim, vav harflaridir. Tish va lab ishtirokidan chiqadigan harflarimiz bo'lsa, bor yo'g'i bitta dona. U ham bo'lsa fa harfidir. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamanki, arab alifbosidagi ushbu fa harfi eng zaif harf hisoblanadi. Al-khayshum, ya'ni dimoq. Dimoqdan arab alifbosidagi mim va nun harflarining g'unna sifati, ya'ni mig'illoq tovushi chiqadi. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamanki, mim va nun harflarining o'zi dimoqdan, ularning ustidagi yoki ostidagi harakatlar esa og'zidan chiqishi kerak. Agarda bizning silsilaviy darslarimiz sizlarga manzur kelayotgan bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhimdir.